Yig'ladingizmi? Yo'q, ne yig'layman? To'sh. O'zingiz qanday? Niye bunaqa shapka kiyib olgansiz? Manmi? Sovuqda jonim. Bu yoqchi. Qayer? Bu pasizchi. Pasmi nechida? Yon pasa Faqat qiziqasiz. boshni so'qitaman. Ha, pasa qiziqasiz. Elga tegdingizmi yo'qmi siz hali? Ha, yo'q, o'tiribman-ku shu uyda. Yaqinda bir to'y qilmaymizmi? Biz ham bir dang'illama qilib, ha? Onaga o'xshabmi? Ha. Agar xo'p desangiz, to'y qilamiz mana. Sizga turmushga chiqmayman. Siz yoshingiz qarang, men yoshimni qarang. Nima bo'pti yoshimga? Kattasi-ku. Kattasi yaxshi-da. Siz yosh edingiz, siz ham jamchi yoshmasiz. Shunday sizni bormi? Mana shunday shuni qo'limda ko'tarib yuraman. Salom. To'y qilasizmi? Albatta. Kimlar keladi to'yga? Mana biz TikTok keladi jonim. Bir-birimizga she'r otib yuramiz-da keyin. Sizni she'rga to'ydiraman jonim. Sardor to'yga keladimi? Sardorni kirgizmaymiz. Kirgizasizmi siz? Kelgan odam haydab yuboribsiz-ki. Endi men Burchakdan joy qilib beramiz, o'tiraylik burchakda bo'lsa. skladda qarab o'tiradi. Yo'q, mehmonxona burchakda biroz. Yo'q, men xohlamayman. Meni ham ko'nglimga qarashingiz kerak-ku. Nima bo'ldi? Sardor bilan o'rtalaringizda. Hech narsa bo'lmadi. Nima jonim? Nima bo'ldi? Prosta xohlamayman. Ha, u sizga tegmaydi. Burchakda tashqarida bir ko'cha. Basharasi yoqmaydi. Xohlamayman. Ko'chada o'tiradi. Ko'chada joy qilib beramiz. Ko'chada o'tirsin. Yo'q, o'rtalaringizda Sardor bilan bironta munosabat. Hech nima bo'lmagan. Ko'zimga qarab gapir. Sardor bilan o'rtalaringizda bironta munosabat bo'lganmi? Tova, bo'lmagan desa Ko'zimga qanaqa qarab bo'ladi? gapiring. Hech nima bo'lmagan, tova. Nega ko'zimga qaramay yerga qarab gapirasiz? Ko'zimga qarab gapiring. Men siz ko'zga qarashga uyalayapman-da. Nima bo'ladi? Tova qildim. Ishqiy munosabatlar bo'lgan. Hech narsa bo'lmagan. Siz ham yoqtirmaydigan odamingiz bormi dunyoda? Bitta bo'lsa ham. Qarang, shapkangizni 10 tarafini kiying. Yangi shapkangiz yo'qmi? Pul yo'q. Jonim. Qiyinchilik. Bir-biridan nonga pul topolmayman, shakkaga pul qayerdan? Ikki etajli uylaringiz bor-ku. Mani uyim emas, kim aytdi sizga hammasi lopki? Jonim. Ahvol og'ir. Pulingiz ko'pmi siz ish qilib? Ishingiz bormi? Tilla o'zingiz bormi? Tilla o'zak sirg'alar. Siz nima meni narsalarimni so'rayapsiz? Boqasiz mani. Mayli, siz menga olib bering, men sizni boqaman. Mashina olib bering. Siz salon ochib bersam bo'lmaymi? Siz faqat menga vafodor bo'laman deb va'da bering. Shuncha odamni olibdi. Xiyonat. Va'da berib tashlamang. Endi siz hali menga sovchi qo'ymagansiz. Mashinangiz bormi? Yo'q, mashinam. Qanaqa mashina marka yaxshi ko'rasiz? Olib beraman bitta mashina sizga. Rostda. Elantra, Hyundai Elantra. Eski-ko'la. Xitoy mashinasi zekkina olib beray undan ko'ra. Qarang, mashinani zavod qilish uchun nima qilasiz birinchi bo'lib? Kalitini tiqasizda, burisiz. Yo'q. Ikkini bosasiz zavod bo'ladi u. Mana bu ikkini bossangiz mana. Ha, ikkiga o'tkazasiz. Yo'q, mana klaviaturada ikkini bosasiz. Ikkini bossangiz zavod bo'ladi. Siz nima meni jinni qilyapsiz? O'tirib masubadan boshqarasiz. Men bilan yurganingizda sal o'zingizga qarab yurasiz, xo'pmi? Ko'p kelishga ham bo'ladi. Yo'q, o'tmang. Efirda o'tmang.
Og'izlaringizdan-da jonim mana. Masalan. Bitta savol beraman faqat. To'g'risini ayting. Faqat chestni bo'ling men bilan. Masalan, men qizlar bilan yurganman. Aytaman. To'g'risini aytaman. Sizchi? Ha, yurganman. Nechtasi bilan yurgansiz? Seryozni yurganman bittasi bilan. Lablaringizdan o'pgan, to'g'rimi? Ya, uyaltirmay unaqa. U o'tib ketdi уже. Emchaklaringizdan ushlagan. Tushunarli. O'zingiz как будто yurmaganday. Yoshlikdagi muhabbat o'tdi ketdi. Nima qildi endi? Qancha vaqt birga yurgansizlar endi shunday qilib? 5 yil. To'g'risini aytganingiz uchun ham rahmat. Men uylanaman sizga, mayli, bo'ldi. Nima bo'lsa peshonamdan endi. Bitta sneakers yeyman deb bering. Hozir yediraman men sizga. Sneakers yaxshi ko'rasizmi o'zingiz? Yomon ko'raman. O'zimni kirasa aytsam. Kun yaqindirish yo'qadan sizga. Ha, tilim o'rtacham kesilgan. 3x ya o'tib ketdi. 3x. Tamam.